uchun jannatiy amallarni qilishlikka harakat qilishligimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Uboda ibn Somit radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qiladi. Al-jannatu mi'atu darajatin ma bayna kulli darajatayn masiratu mi'ati 'amin wa qala 'Affan kama bayna as-sama'i ila al-ardi wal firdausu a'laha darajatan wa minha takhruju al-anhar wa anharu al-arba'atu wal 'arshu min fawqiha fa idha سألتم الله تبارك وتعالى فاسألوه الفردوس. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İmam Ahmed rivayetleri cennet 100 derecedir. Yani hozirgi kunda biz o'zimizni bir aqliy tushunchamiz bilan oladigan bo'lsak, lekin hadisda hali davomida keltiriladi. Agar biz o'zimizni hozirgi o'lchovimizda oladigan bo'lsak, mana alhamdulillah bizning yurtlarimizda ham 50-40 qavatli binolar bor. Oldin yo'q edi. Boshqa joylarda esa 100 qavatdan ziyoda bino. Endi tasavvur qiling. Ayni jannatda 100 daraja, ya'ni 100 qavat. Jannat 100 qavat bo'ladi. Mana shu qavatlarga bizni bu dunyoda qilgan amallarimiz dunyodagi qilgan amallarimizga qarab Alloh taolo bizlarga jannatda qaysidir darajalarga chiqishlikka imkoniyat berar ekan. Ulamolarimiz keltirishadi. Jannatda yuqorisida turgan insonga Alloh taolo shunaqangi bir fazl berar ekan. Yuqorida turibdi, lekin past